Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan nanovni vektor network analizatoridan to'g'ri foydalanishni o'rganamiz. Qo'limdagi nanovni budjetning eng arzon va eng ko'pchilik foydalanadigan vina apparati. Professional bo'lmasa ham bizlar uchun kerakli hamma funksiyalar bor. Yaxshigina biz antennalari bu yordamida test qila olamiz. Nanovning ko'rinishi ikkinchi versiyasini. Xo'p, yoqish включатель yonida yoqamiz. Hozir bu kalibrovka qilinmagan. Nanovinadan foydalanish uchun ikkita bosqich bor. Har safar nanovinadan foydalanmoqchi bo'lsangiz, birinchisi bu siz ishlatib tekshirmoqchi bo'lgan chastotaga buni sozlab olishingiz kerak. Ikkinchisi, chastotaga sozlagandan keyin buni kalibrovka qilishingiz kerak. Kalibrovka qilib keyin chastotaga sozlasa bu to'g'ri ishlamaydi. Birinchi bo'lib chastotani sozlab olasiz, keyin kalibrovka qilasiz. Hozir sizga shu ikkala bosqichni ko'rsatib beraman, qanaqa qilib to'g'ri qilishni. Hozir mana bu yerdagi markerlar, ortiqcha yozuvlarni o'chirib qo'yaman, bizga xalaqit qilmasligi uchun. Hozir bitta marker qoldi faqat, bu bizga yetadi. Endi buni bizga kerakli chastotaga sozlaymiz. Bu uchun mana 3-qismidagi stimulus joyiga kiramiz. Keyin start, boshlang'ich chastotani kirgizamiz. Biz hozir siz bilan birga eng ko'p ommalashgan Wi-Fi chastotasi, ya'ni Wi-Fi antennalarini, Zigbee, Thread, Bluetooth antennalarini tekshirish uchun 2.4 GHz chastotasini tekshiramiz. Standart 2.4 GHz chastotasi 2.4 dan boshlab 2.5 GHz gacha bo'lgan diapazonda antenna ishlay olishi kerak. Bu uchun biz nanovinani 2.35 GHz ga qo'yamiz. Starti bu. Mana bu yerda start chastota qo'yildi. Endi stop chastotasi. Stop chastotasi 2.55 GHz. Bu yerda ham bitta kichkinagina yozuv anavlarda, raqamlarda ko'rinmaydi. Ekranda qanchalik ko'rinyapti bilmadim. Yaqinlashsam fokus ketib qo'yapti. Mana chastotani qo'yib oldik. Hozir mana markerimizga e'tibor bersangiz, qayerdadir uzoqlarda yotibdi. Bu yerda turmasligi kerak, mana bu yerda turishi kerak. Markerimiz. Endi biz kalibrovkani boshlaymiz. Kalibrovka uchun bizga asosiy mana bu detallar kerak bo'ladi. Mana bu short, mana bunisi open, mana bunisi load, mana bunisi through. Hop, endi kalibrovkani boshlaymiz. Kalibrovka qilish uchun kal qismiga kirasiz va kalibrovka. Open mana tugmachalar turibdi, short, load. Bular har bittasini bosishdan oldin birinchi bo'lib shuni qo'yib olamiz. Misol uchun birinchi bo'lib open turibdi. Ammo openni konnektorini qo'yib olamiz. Birinchi portga. Keyin openni bosamiz. Openga kalibrovka bo'ldi. Endi loadni mana bu shortni qo'yamiz, chunki ikkinchisi short turibdi. Shortni qo'yib, shortni bosamiz. Har bittasini kalibrovka qilganingizdan keyin ptichka chiqadi. Endi biz loadni qo'yishimiz kerak. Bu 50 ohmli load nagruska. Loadni qo'ygandan keyin loadni bosamiz. Endi oxiri through qolyapti. Through uchun
birinchi port bilan ikkinchi portni bilamiz. Suruv ulandi. Suruvni bosamiz va don qilamizda, keyin qaysi xotiraga saqlanib qilishni ko'rsatamiz. Hozir mana holatimni mayli birinchi xotiraga bo'lsin. Ya'ni har xil chastotalarni alohida memoriyaga saqlab olib, kerak bo'lganda buni tezgina mana recallga kirasiz. Recall mana birinchi xotiraga bossiz, ya'ni shu kalibrovkangiz qaytadi. Ya'ni har safar har bitta chastotaga qilib o'tirmasdan xotiraga saqlab olishingiz mumkin kalibrovkani. Nano binamiz mana endi to'liq foydalanishga tayyor. Endi biz bunga shartli birorta antena ulab ko'ramiz va buni ismiz chartini va logmagini ko'ramiz. Hozir bu antenamiz mana ko'ryapsiz, bu idealniy antena mana bu o'rtada turishi kerak. Ismiz chartni o'rtasida turishi kerak. Keyin logmag -10 desibeldan kam bo'lishi kerak. Hozir bu antenamiz 2,4 GHz ga umuman yaroqsiz antena ekan. 2,4 GHz ga umuman yaroqsiz antena. Ismiz chartni o'rtasida turmayapti. Bu o'zi adashmasam 433 ga edi yoki 900 nechigadir ham ishlaydigan antena edi bu. Xo'p, hozir 2,4 GHz ga ishlaydigan antena qarab ko'raman. Qo'shnixonada bitta antena topdim. Bu taxminan adashmasam 2,4 GHz da ishlash kerak. Buni 2,4 da ishlaydimi yo'qmi tekshirish uchun mana nanovnaga ulab ko'ramiz. Eng asosiysi mana bu konnektorlar bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Papam hammasi. Ulaymiz. Yo'q, bu ham 2,4 ga emas. 2,4 da yaxshi ko'rsatkichlarni ko'rsatmayapti. O'rtaga kelmayapti. Yana boshqa antena qarab ko'raman. Hop, yana bitta antena esimga tushdi. Qayerda borligi bu tezda yo'q. Shuning ichida antena bor edi. Bu antena ham qaysi chastotada maksimal efficiency berishni ko'ramiz. 2,4 GHz da bu qanaqa o'zini tutar ekan. Bu ham idealniy emas 2,4 da. Xo'p, ichini bitta ko'raylik-chi. Bu 2,4 ga emas, 2,4 ga boshqacharoq bo'ladi-chi. Porchunkasi. Bu uzoqroq. Bu pastroq chastotaga mo'ljallangan. Qidirishda davom etamiz. 2,4 kichkinasidan topolmadim. Mana bunaqa universalniy antena topdim va shuni tekshirib ko'ramiz. Bu 2,4 da yaxshi ishlashi kerak. Ulab ko'ramiz. Mana bu boshqa gap. Mana antena, kabel 2,4 dagi holati. Logmag qarang. -15 desibel. Juda ham yaxshi ko'rsatkich bu. Xo'p. Ozgina displeyni yarkistini ko'taramiz. Brightness. Endi yaxshiroq bo'lishi kerak. Chastotani surib ko'ramiz mana. Hamma chastotada yaxshi ko'rsatkich beryapti. Bizga asosiy kerak narsa logmag. -10 dan past bo'lishi kerak. Ya'ni qancha past bo'lsa, shuncha yaxshi. Keyin smist 50 ohmda bo'lishi kerak. Bu yerda hozir 69 -1 ohmda, bu yomon emas. Ya'ni 50 ohmga yaqin, juda ham mana bu o'rtaga yaqin. Hop, biz 2,4 GHz da mana antenani tekshirdik. Endi mana boyagi mana antenani qo'yganimizda
yaxshi natija bermayotdi. Endi boshqa chastotada buni tekshirib ko'ramiz. Qaysi chastotada yaxshi natija berar ekan. Bizda hozir yana bu LoRaning antennasi bo'lsa, LoRa 915 midi shunaqa chastotada ishlaydi. Hozir mana internetdan ko'rib olamizda. İnternetdan ko'rib aytamiz. Frequency mana bu yerda ekranda ko'rsatyaptiki, LoRa Yevropada 868, Amerikada 915, Aziyada 433, 923. Bizani mana bu antennamiz LoRa'da ishlashi kerak. Yaxshi. 433 ga mana bu antennani tekshirib ko'rishdan oldin yana xuddi shunaqa bo'lgandekki, birinchi buni ishlash chastotasini o'rnatib olamiz, keyin kalibrovka qilamiz, keyin antennani tekshiramiz. 433 tekshirishdan oldin start chastotasi 433 endi 400 lardan boshlanishi kerak edi. 400 MHz dan boshlanib 500 MHz da tugashi kerak. Mana shu chastota diapazonini tekshiramiz. Endi boyagidek kalibrovka qilamiz. Kalibrovka open deymiz. Short mana bu open. Short. Вот. Срок. Kalibrovkani saqlab olishimiz kerak edi. Save qo'yaylik. Ikkinchi xotiraga saqlaymiz buni. Hozir boya donni bosganni o'zida men saqlashim kerak edi. Adashib chiqib ketdim. Yo'q, mana kalibrovka bo'lmabdi. Qaytadan kalibrovka qilamiz. Hop. Endi uzgandan keyin marker mana bu yerga kelgandan bilsak bo'ladi. Yaxshi, bizada kalibrovka tayyor. Endi qani bismillah deb mana bu antennani ulab ko'ramiz. 433 ga ishlashi kerak deb taxmin qildik boya. Mana bu boshqa gap. Mana buni ko'ryapsizmi? Mana tushyapti. Logmark eng yaxshi pastga tushib beryapti. Shu yerga olib kelib ko'ramiz. 445 ham 433 ga tushirib ko'ramiz. -10 desibel. Yaxshi. Mana shu 433 da eng zo'r efficiency ni antenna 444 uzr
445 MHz ni beryapti. 445 MHz antenna eng zo'r ishlayapti. Boyagi universalniy antennamizni ham tekshiramiz. Kabelli universalniy antenna. Bu ham zo'r. Mana. Logmax -15 dB. Keyin mana o'rtadan uzoqqa, juda uzoqqa ketib qolmayapti. Boyagi antennamizni 445 ga olib kelganimizda mana o'rtaga kelyapti. E'tibor bersanglar. Mana o'rtaga kelyapti marker. Juda ham sentrda emas-ku, shu yerga yaqinlashyapti. Xullas, hissadan qissa bu antennamiz 433 MHz ga mo'ljallangan antenna ekan. Buni Wi-Fi ga ulasak ishlamaydi. Ishlasa ham juda ham yomon effekt beradi. Uzoqqa yetib bormaydi signalimiz. Hammaga rahmat tomosha qilganinglar uchun. Keyingi video impedans matching haqida bo'ladi. Biz PCB antennani, mana o'zim chizgan antennani mana shu narsani tekshirib, impedansini matching qilamiz bino orqali. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar va kanalimizga obuna bo'linglar.